Qalay aka, uy ma'qul bo'ldimi, yoqdimi sizga? Uyku orzuyimdan namzor. Lekin bitta narsa xavotirga qo'yapti. Onam ham shunga so'radi-da, 6 sotuv joyda $50,000 berishyapti. Yerda ham pul emas-ku dot. Hujjatda aybi yo'qmi o'zi? Hech qanaqa hujjatda aybi yo'q, xavotir olmang. Uy egalari просто chekkaroqdan yaxshiroq uy tushib qolgan ekan, o'shanga arzonga sotib tezroq ketishyapti. Bo'lmasa unda mana bay qolganini atrashda sanaymiz. Bo'ldi. Xormen, siz oldingizmi bu uyni? Ha, men oldim, assalomu alaykum. Men mana yon qo'shningiz bo'laman. Ismim Baxtiyor. Aka, meni ismim Shokir. Yuring, choy ichamiz aka, kiring. Yo'q, Shokirjon. Bu narsa kerak bo'lsa, bemalol eshigimizni taqillatavasiz, xo'pmi? Xo'p aka, xo'p. Sog' bo'ling. Kimning mashinasi ekan? Baxtiyor aka, tinchlikmi? Ismingiz nima edi? Sizning mashinangizmi? Ha, meni mashinam, ismim Shokir. Qo'yib qo'ygan joyingizni qarang, chatga ham qo'yasizmi? Uyingiz ichiga olib kirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Uyim oldi bo'lgan qo'yib qo'ydim. Uzr, ko'chaga qo'yib bo'lmaydimi sizlarda? Bo'lmaydi-da, men